Oldindan ogohlantiramiz. Bu videoni o'zi qimmat mashina haydaydigan, lekin yoqilg'i xarajatidan seskanadigan odamga ko'rish tavsiya qilinmaydi. Omborxonani hajmi menimcha Gentra'nikidan katta bo'lsa kerak. Bemalol metanni o'rnatsangiz bo'ladi, chunki atmosferli motor 3.5 litrli. Bor yo'g'i 58 ming AQSh dollari CIP O'zbekiston. Yer yuzi bo'yicha ham zamonaviy, hamda atmosferli dvigatelga ega bo'lgan kam sonli lyuks sedanlardan bittasi. Hech qanaqa turbinli sistemasiz 3.5 litrli atmosferli V obrazli 6 silindrga ega bo'lgan dvigatelimizda 311 ot kuchi 380 Nm bo'ladi va 0 dan 100 gacha bor yo'g'i 5-7 sekund sarf qilishi mumkin. Og'irligi 1700 kg bo'lishiga qaramasdan mix holatda bu yengil sedan 18 litrgacha xarajat qilishi mumkin. Multispok, ya'ni ko'p spitsali R19 sportivniy Bridgestone ballonlarida bo'ladi. Avtomobilimiz Yaponiyada ishlab chiqarilgan va GCC sertifikatiga ega bo'ladi. Albatta F-Sport bo'lganligi uchun ochiq qizil interyerga ega bo'ladi. Klassika bilan hamohang bo'lgan rul, touchpadlari va multimedia panellarini gapirmasa ham bo'ladi. Va albatta bizda istalgan ranglari ham mavjud. Albatta bu avtomobil me'yordan oshiq tezlikni emas, me'yordan oshiq xavfsizlikni va sifatni qadrlovchilar uchun.